Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının ko'ruvchilari, salmotsizlarmi? Bugun kichkina qiziqtuvroq desam da bo'ladi, qanday bo'ladi? Ko'pchiligi mendan tovuq sotasizmi o'yle so'rayverasizlar. Meni qattaluvchilarim. Mana shu tovuqlarni shartga baylanishli sotib o'tam, tug'anlar. Koreyskiy Tojon, et jana yumurtqa bag'itindagi. Bu yerda 3 semeyka bor. Dag'i 5-6 narxi qo'rg'oda turadi tovuqxonada. O'shalarni chiqardim, bularni chiqardim. Anan 3 qoroz bor, 3 semeykada 6-7 dan mekish, 1 tovuq. Qorozlar almashgan. Bardыгы mekishteri buna, uşular. Anan bularni uşul boydan aparıp turib ele yumurtqalarini, jo'jo'larga bastırsanızlar bo'ladi. Tovuqlarga, jo'si inkubatorga salsanızlar bo'ladi. Sebebi qoroz almashganda. O'shaga men semeyka qilib bo'lib qo'yganman. Anan qaluvchilar tandab alsanızlar da bo'ladi, semeyka qilib. 6 mekishga 1 qoroz qilib alsanızlar bo'ladi. O'shanda 3 semeyka bo'ladi. Anan bunun dag'ın jo'jo'lari dag'i bor. Hozir ko'rsatam. 2 jumalik bo'lib qoldi. Alarni dag'i satam, o'zimga birozini olib qolam, qolgani sotiladi. Agarda qiziqqanlar bo'lsa, ekran ostida nomerga qayrilsangizlar bo'ladi. Bu tovuqlarni birinchi jolu ko'rib o'tganlar, bu tovuqlar turib bilmaganlar bo'lsa, bu tovuqlar o'zgachaliklarni aytayin. Et jana yumurtqa bag'itida tovuqlar. Anan yumurtqani 1 yilda bir tovuq 300 ning tegeragida deb aytiladi kitebide. Biroq chindig'inda yaxshi to'ydi. Ani boqqanlar bilsangizlar kerak. Qanday tovuq ekanini kommentariyga yozib qo'yingizlar. Anan bularning eng o'zgachaligi, bular immuniteti aябай kuchli bo'ladi. Boshqa tovuqlarga qaraganda bularning immuniteti kuchli deb ayta olaman, sebebi men praktikadan o'tkirgan odam qatori. Ancha o'runi sezbaydi. Anan o'runi sezbaydi. O'runi yaxshi ko'taradi. Bunday aytganda birozgina o'lib qolavermaydi-da. Anan mana shuni tug'ila огородda qo'yib berib boqsangizlar bo'ladi. Matib cho'plarni jeydi, qurt qumursqa, jana boshqa degandek. Anan yumurtqa tug'ishidagi yaxshi. Yumurtqalardagi cho'ng bo'ladi. Hozir bu yoqda tug'an yumurtqalari matib cho'g'ilib qo'ydim, olaylikman hozir. Bu yoqdagi tug'ib tur. Bu yoqqa cho'g'ilib tur, anan keyin olib kirib ketamda. Bu yerda yumurtqa tug'ib o'tadi bular. Anan kim qanday bag'at, o'shagadagi jarashat. Qamab qo'ysangizlar tili tug'ib yurmaydi, misol uchun bularga da jem berish kerak, kishida qarov kerak. Yaxshi qarasangizlar tug'iydi. Hozir har qandaylar tug'ib o'tadi, 8-5, kedi 10 dan oshib ketadi, 12 bo'lib ketadi. O'rta hisobda shu 8-10 ning tegeragida tug'iydi-da. Anan qarashdan ko'z qaranda, negizdan qarashdan ko'z qaranda, yaxshi qarasangizlar ko'p tug'iydi. Bu tovuqlarning o'zgachaliklari o'shol, eti dag'i damduu bo'ladi. Bunday aytganda bizga boqqanga aябай ыңгайлуу, огороддо qaraganга ыңгайлуу порода tovuqlar. Bu shartында da qarasangizlar bo'ladi. Hozir jo'jo'larini ko'rsatayin sizlarga. Bu jo'jo'lari inkubatordan chiqqan. 2 jumalik bo'lib qoldi. Propoykalarni bergan, vitaminlarini jemni jeb o'tadi. Jemni dag'i B1 broilerning jemidan berib o'tam. Yaxshi cho'ng'aytadi. Negizlar broilerning jemi berganingizlar yaxshi. Sutishning malda 1 oyga chayin bersangizlar, aldan yaxshi cho'ng'ayadi. Shundaqdan sizlarga da shu broiler jemini berishga sunishtayman. Bu janag'i et, jana yumurtqa bag'itida tovuqlarga. Anan jana legorunlarga bu birning keragi yo'q broilerning. Sebebi ular emiga etga yo'qtagan, ularga G1 berganingizlar yaxshi bo'ladi. Mana ushul jo'jo'lardagi sotiladi. Bor emas, biroq bir 30-40 ta ele sotiladi. Qolganini o'zim olib qolaman. Regionlarga отправка yo'li bor. Anan sirtqari bu yerda Tojon kurp bo'ladi deb aytganman sizlarga. Mana kurp bo'lib bastırganman. Shundan 10 jo'jo chiqdi. Bu da 10 jo'josi men sotiladi. Agar alam desangizlar, ekran ostida nomerga baylanishsangizlar, сөйлөшөбүз. Anan dag'i bu yoqda eme bor.
Адлер бар. 13 штуктай. Бunda арзан эле берип берем. Остатки калды. Эгер алам десеңиздер, Адлерге кызыккандар болсо, ошону дагы сүйлөшөбүз. 10бу, 11 штукпу калган. Анан буларга дагы б1 жем менен антып берген мен. Булар да бройлер жем менен чоңойгон. Жакшы тооктор негизи. Мен эми шартка байланыштуу эле саттым, бирок буюрса кийин күздөн баштап дагы кайрадан бул ишти улантабыз. Жаз менен башка иш кылганыма байланыштуу кароого эч ким жок болуп атат. Ушундай туугандар. Видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар, сунуш ой пикирлериңиздерди күтөм. Эгер алуучулар болсо, башка эмелер менен бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. WhatsApp, Instagram. Катталганды унутпаңыздар, биринчи жолу көрүп аткандар. Буюрса дагы жакшы видеолор болуп турат келечекте. Мына инфракрасный лампалар коюш керек. Сөзсүз түрдө жүзлөргө булар жылуулукту дагы, D3 витамин дагы берет бул. Аябай пайдалуу.